Var mı? Var. Yoqing oluni. Rahmat. Endi uka iltimos, shu 10 gektar yer qolib ketmasin, bug'doy sepib qo'yaylik. Shu yerda haydab bersak. O'ylab ko'ramiz, rais. Buncha pishilaysiz, rais. Sen nariroq turing. O'zi kayfiyat yo'q hozir. Nima kayfiyat yo'q? Tinchlikmidi? Hozirtasi kelish kerak edi, shu kech qolib tushadi. Pazat qilyapti-yu. Ana kelyapti. Kim u? Fermer bo'lgan, yangi boylardan 300 gektar yeri bor. Aytgan pulini beraman deyapti. Hozir o'shaga ketishim kerak. Ey ukajon, biz yer qolib ketadimi endi? 10 gektargina 1 soat haydab tashlaysiz. Iltimos ukajon, aytgan pulingizni men ham beraman. Ha, rais 10 gektardan haydab boringlar. Benim vaqtim yo'q. Ana Mercedes bilan gaplashishim kerak, unga narga shogirdimni jo'natishim kerak. Traktorchini aytdingmi? Afsatlar kelaman dedimi? Sen aytmagansan sen. Aytmagansan. Ertaga sharmandamiz chiqib qolmasin yana yerimiz qolib ketadi. Men priglashtirdim, yana borasan ayt. Bor, yana qaytarib borib ayt. Bormasangiz bo'lmas ekan, joy tayinlab qo'yibdi ekan degan. Traktorchi kelmayapti, aytganmisizlar o'zi? Ya keldimi? Qayerda o'tiribdi? Kelgan yo'q hali. Kelganda ko'zim tushardi. O'shani poylab turibman men o'zim. Bor yana aytib qo'y borib. Kelaman dedi, hozir o'sha yerdan keldi. Bor yana bor. 10 marta borasan kerak biz hozir. Bor ayt. Kim kelishyaptimi? Kim? Traktorchilar, ichkariga olinglar. Ichkariga. Ichkari uy boshmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Chiqar. Traktorchilar marhamat ichkariga. Marhamat, kelinglar. Qo'liga suv qo'y. Suvda yugur. Sochig'ing bittami? 1000 ta odamga bitta sochiq. Joylashtiring o'sha yoqqa. Qo'ydi so'y. Orqa tomondan boshqa ovqat qilib beringlar. Kir ichkariga. 2 olib yurarding. Hozir ham odam bo'lmabsan sen. Rais, sigaret bormi?